Türkiye Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitayni tanqid qilgan davlatlar sepiga qo'shildi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk yig'inida 43 davlat Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini aybladi va Xitoyni mustaqil tekshiruvchilarning Sharqi Turkistonga kirishiga ruxsat qilishiga chaqirdi. 21 oktyabr payshanba kuni 43 davlat Birleşken Devletler Teşkilatı'da birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarata andishalarini bildirdi. Xitoy energiya kirisidan qutulishning yo'llarini izlayotgan bir paytda Prezident Xi Jinping neft sanoatidagi ta'minlashga kafolatlik qilish kerakligini ogohlantirdi. Egilinishcha, Xi Jinping neft ishchilariga Xitoyning cho'qim o'zining energiya ta'minotiga kafolatlik qilishi kerakligini, toshqa aylangan yiqilg'uning davlatning tok ehtiyojini qondirish tirishchanligida davom qilayotgan rolini ta'kidladi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg ittifoqdoshlarning Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining tunji sun'iy idrok strategiyasiga qo'shilganligini, yangilik yaratish turlari uchun 1 milliard yevro fondi qurganligini e'lon qildi. Amerika Davlat Mudofaa ministri Lloyd Austin o'zlarining bir Xitoy siyosiga sodiq ekanligini, ammo Tayvanning o'zini qo'g'dishiga yordam qiladiganligini aytdi. Austin Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosati va agar Tayvanga hujum qilsa, ular askar chiqaramdi yo'q degan savoliga qarata, Xitoyning faoliyatlarining qoidani asos qilgan xalqaro tartibni qiyin ahvolga tushirganligini, bargan sari ko'p davlatlarning Amerika bilan Hind Tinch okean rayonida bu tartibga kafolatlik qilish uchun hamkorlashishga boshlaganligini bildirdi. Aljeriyadagi kasbiy ma'arif va yoshlar va tarbiya ministrligi rasmiy xat aloqa va tarbiyalashda fransuz tilini ishlatishni oxirlashtirganligini e'lon qildi. Aljeriya kasbiy ma'arif ministrligining ijtimoiy taratquv hisobida e'lon qilingan bayonotda arab tilining ministrlik ichidagi tarbiyalash va barliq rasmiy xat cheklarda majburiy ijro qilinganligini bayon qilindi. Yaponiyaning Osakadagi tema baxtisida tok to'xtab qolish sababidan 35 odam yuqori suratli poyezd liniyasi havo bo'shliqida to'xtab qoldi. 3 soat davomlashgan harakatdan keyin yo'lovchilar tarqoqlashtirildi. Suriya Asosiy qonun komiteti 45 kishilik tahrir hay'atining 6-navbatlik yig'ini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti janva ishxonasida oxirlashdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Suriyadagi alohida vakili Geir Pedersen Suriya Asosiy qonun komitetining 6-qadamlik suhbatining umidsizlik bilan oxirlashganligini bayon qilib, biz erishmoqchi bo'lgan ishga erisha olmadik dedi.